Assalomu alaykum Noqat Qo'rchi kanal qatnashchilari. Bugungi kunga 12 aprel 2026 yil Qizilka shahrına kelib bo'ldik. Esolubona shu yerda boks bo'yicha turnir bo'lib жатadi. O'shandan bilan birga bu yerda oshtamda olib жатadi. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Hozir borazda powerdan kishidan intervyu olamiz. To'y ma'rakalar bo'lsa, buljog'i, Jallovatgacha buljog'i Botkengacha to'yga xizmat qilar ekan. Bor jondan nima qilasiz? Assalomu alaykum, aka. Yaxshi qutlug' bo'lsin. Siz bu qatorasiz uylaysiz. Biz juda xursandmiz mana shunday bir sharoit yaratgan bu Asilbeklarga iloyim sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shunday bir Qizilqaya shahrimizda sportga qiziqqanlardan juda ko'plari ekan. Shunga biz ham o'shalar qatorida, el qatorida xizmat qilaylik deb keldik. Xolisonillo xizmat qilamiz. Mana shunday bizning shahrimiz, Qizilqaya shahrimizga tez kelib turinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Anan aka sizga bir ikki so'radi. Mana to'ylarga, haj to'y, ma'raka, jo'qchilik, jamoatlarga, to'ylarga zakazga chiqaverasiz-da? Albatta, to'ylar, mavlud, ma'rakalar bo'lsa, chiqamiz albatta. Mana shunday mana siz bilan ham tanishdik, juda xursandmiz. Keling bo'lib, mehmon bo'lib, do'stlarni olib, sog' bo'ling. Anan aka, sizga nimada? Demak, to'ylarga qanchadan chiqasiz? Anan qaytgacha borasiz? Buljog'i, Jallovatgacha, buljog'i Botkengacha boraverasiz-da? Chiqirsa, o'zimizni jonajon Qirg'izistonimiz, o'sha yerda tug'ilib o'sganmiz, katta bo'ldik. Biz juda ko'p qirg'iz do'stlarimiz, aka-ukalarimiz bor. Shularni aka-uka qilib yuribmiz. Endi bu to'ychiq ma'lukka biz faloncha ber deb bormaymiz. Qimmati. Xizmatni ko'rib turib o'zi qancha nima qilsa aytmaymiz biz unda shuncha berasiz deb. Sabab inson bir-biriga kerak bo'lib qoladi. Bir kun bir vaqti kelib o'shanda biz shuncha pul oladigan bo'lsak uyat bo'ladi. Bir ko'nidan chiqarib bersa hurmatli tuğanlar, shundan birga biz aytib ketarchi narsa, to'y ma'rakalar bo'lsa Noqat Qo'rchi 24 kanalidan desangizlar, skidkam qilib, bekaram qilib beradi aka. Mana hozir nomerini aytib qo'y. Nomerini ko'rsataman, o'zingizlar yozib olasizlar. Mana shu nomerga qo'yilaverasiz. Qarangizlar. 0556 bilan 250854 degan nomerga qo'ysangiz, shularcha kam bo'ladi. Kechmi, ertami hech xavotir bo'lmasin. Jarim kecha bo'lavi, hech qo'ng'iroq qilib so'ranaversin. Daha nomerini aytib qo'ying, 0556 bilan 230854. Shu nomerga qo'ysangiz, aka o'zi oladi. Noqat Qo'rchi 24 kanalidan olib desangizlar, iskitgan qilib to'ylarga oshqo sho'rva qilib beradigan xizmatda. Doimo Yevro 5 manatdan beraveramiz. Qancha tomoq qilib berasiz aka? Vechirlarga 7 ta 8 ta tomoq qilib beraveramiz. Kafe-safelerga, qanday yevropeyskimi, natsionalniy, kirgizki, o'zbekski, qanday ovqat desangiz qo'ldan keladi. Stajimiz 48 yil. Aka, chayxonada qilasiz uydalar. Qayerda udobni bo'lsa shu klientga qayerda bo'lsa qilib beramiz borib. Kafeda bo'lsa ham qilib berasiz. Kafeda ham bo'lsa qilib beraveramiz. O'zimizni yonimizdan yo'l kira qilib borib qilib beramiz. Xolisonillo. Bo'ldi. Aka, ishingizga egilib Alloh o'zi qo'llasin. Hurmatli tuğanlar, shuni menen ko'rsatib, dog'a oyoqda voyt. Noqat Qo'rchi 24 kanalida ham sizlar xizmatingizda. Aka, qo'yilsangiz bo'ladi inshaalloh. Siz o'zingizlar bo'lsa mana oshi o'sha pishayn deb qoldi. Pishayn deb qoldi. Qancha kilogram aka bu? Bu 30 kilo. 30 kilo. Qayerda 20 kilo. 50 kilo, 60 kilo. 60 kilo o'shaganda, ha? Kecha ham 30 kilo qildim. Ishingizga egilib aka. Rahmat. Tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat katta. Shuna birga hurmatli tuğanlar, qaranglar mana shu yerda odam soni jiq. Bizdan olsa, like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Rahmat.